ulug' marhamatlik bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Osmon zaminning parvardigori va ulug' arshining parvardigori bo'lgan bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Allah hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Hammani bilib turg'uchidir. Allah egamning madadi bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi. Ey ulug' Rabbim, yo'lboshchimiz, ustozimiz Muhammad alayhissalomga va jamoatiga xuddi İbrahim alayhissalom va jamoatiga rahmat qilgandek rahmat qilgin. Osmon zaminni o'rnaksiz yaratquchi, cho'nliqda biz ko'zimiz bilan ko'rib yetolmaydigan cheksiz koinotni, kichiklikda biz ko'zimiz bilan ko'rishga mumkin bo'lmaydigan mo'jizalarni yaratgan qudratli Tangrim. Sen dunyo va oxiratda bizning egimizsan. Biz sana mushu ulug' Ramazonda tuvanchilik bilan sening rahmatingni umid qilgan holda sana qo'l ko'tarib turibmiz. Bizga rahmat qilgin. Xatoliklarimizni afu qilgin. Sen afu qilg'uchisan. Sen afuni yaxshi ko'rsan. Bizni afu qilgin. Bizga dunyo va oxiratda yaxshilik ato qilgin. Dunyo va oxiratning mushaqqatlaridan yiroq qilgin. Jimi yaxshiliklarning egisi bo'lgan qudratli egam. Sen bizga dunyoning jannatlaridan bo'lgan shuncha boy va barakatli Sharqiy Turkistonni vatan qilib beribsan. Biz Uyg'urlarni dunyodagi eng aqlli, eng kelishgan, eng esil xalqlarning biri qilib yaratibsan. Bizni bir zamonlarda tamomi jahon ahlidan ustun qilib saltanat taxtiga chiqaribsan. Bizni ashu qadr qimmatimizni qaytirib olishga, yurt vatanlarimizni iblis Xitoyning temir topinidan tortib elishga nisb ayla, ey ulug' Rabbim. Ey ulug' mehribon egam, bizni g'am qayg'u besib oldi. Musofirchilikda, sarsonlikda ota-onalarimiz, urug'-tuqqanlarimizdan ayrilib, zolim dushmanning suiqasdida ular bilan ko'rishib, jam bo'la olmay, g'amkin va miskin bo'ldik. Bu kafir, razil Xitoydan bizning va insoniyatning dushmaniga aylangan razil hokimiyatdan o'chimizni oladigan qilgin. Dushmanimizga qarshi bizga yordam bergin. Dushmanimizning bizga qarshi planlagan yomonliklarini o'ziga yondirgin. Bizni, kuch-quvvatimizni, aqlimizni, imkoniyatlarimizni eng yaxshi holatda ishlatiladigan qilgin. Bizga g'alaba nusrat ato qilgin. G'am qayg'uni ko'tarib atguchi, dunyo va oxiratda rahim qilg'uchi ulug' Rabbim, sen bizga rahim qilg'uchisan. Bizga shundoq rahim qilginki, sening qilgan rahmating bilan hech kimning rahim qilishiga hojatimiz tushmagay. Bizni vatanimiz Sharqiy Turkistonni Xitoy qo'lidan qaytirib elishga, asorat qolgan xalqimizni ozod qilishga, dafsanda qilingan izzat g'ururimizni poklashga, yiqilgan davlatimizni qayta qurib chiqishga, dunyoda izzatimiz va erkimiz bilan yashashga nasib qilgin. Ey ulug' Parvardigorim, ey ulug' Allohim, sana sig'inib g'am qayg'udan, ojizlikdan, bo'shonlikdan, qo'rqinchoqlikdan, inoqsiz ittifoqsizlikdan, namratlikdan, dushmanning oldida xo'rinishdan panoh tilaymiz. Kuch-quvvat sendindir, qadr-qimmat sendindir. Bizga aql bergin, sunmas iroda va iymon bergin. G'alabaga elib boradigan imkon va yo'l bergin. Ey ulug' Rabbim, sen xuddi Yusuf alayhissalomni uzun judolikdan keyin ota-onasi bilan jam qilgandek, bizni mu ota-onalarimiz bilan jam qilgin. Ey mehribon Tangrim, sen bizga xuddi Muhammad alayhissalomga g'alaba ato qilib, uni Makkaga qaytishga
nasib qilgandek biznimi vatanimiz Sharqiy Turkistonga g'alaba bilan qaytishga nasib qilgin. Bizni shu ulug' g'alabaga yetakligin. Sening yo'lingda jinimiz va melimiz bilan kurash qilib, shu aziz yurt vatanimizni ozod qilishga, shu orqali dunyo va oxiratda azizlardan bo'lishga nasib qilgin. Ey ulug' Parvardigorim, sen bizga men sizlarning duoyinglarni ijobat qilaman deb va'da qilgan eding. Biz sening bandalaringmiz. Sana tuvanchilik bilan va samimiylik bilan qilgan duolarimizni ijobat qilgin. Ko'ngillarimizni birlashtirib bergin. Sening yordaming bilan, kuch-quvvat berishing bilan erkinligimizni qaytarib elishga, g'amkin bo'lgan qavmi qarindoshlarimizning yuzini kuldirishga, erkinlikning simvoli bo'lgan ay yulduzli ko'k bayrog'imizni Tangri tog'larining ustiga tiklashga nasib qilgin. Ey qudratli Parvardigorim, ey ulug' Rabbim, sana bütün vücudumuz bilan yuzlanib, sana bosh qo'yib, ko'zlarimizdan yosh to'kib yelandik. Sabr bilan va namozimiz bilan sana duo qildik. Bizga vatanimizni ozod qilishga, hurlik, erkinligimizni o'zimizning qo'limizga ilishimizga, bizga kuch-quvvat va aql farosat ato qilgin. Dunyoda, vatanimizda hur erkin yashashga, oxiratda sen va'da qilgan jannatlarda yashashga nasib qilgin. Ey ulug' Rabbim. Amin. Amin. Amin.